Assalomu alaykum. Sizda ham undiklaringiz kirk bo'lishni boshladimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Obuna bo'lib qo'ying. Agar undiklaringiz 11 ta tuqqandan keyin toza yaxshi yotib kirk bo'ladi. Tovuqni tuxumidan qo'yib ochiraman desangiz, tovuqni tuxumidan birinchi qo'yishga undigingiz kattaroq bo'lsa, ko'proq qo'ying, 25 tadan 30 tagacha. Agar kichikroq bo'lsa, kamroq qo'yasiz. Birinchi qo'yishga ko'proq, ikkinchi qo'yishiga kamroq. 16, 17 ana shunday atrofida qo'ying. Undik sovib boshlaydi-da, keyingi vaqt o'tavergandan keyin birinchisida yaxshi ochar, ikkinchisida kamroq, uchinchisida toza ham kamroq tuxum qo'ysangiz ochib chiqadi. Agar siz undigingizga undikni tuxumidan ochirayotgan bo'lsangiz, undikni tuxumi 26 kun, 28 kunda ochadi. Har kun to ochishiga kam kun qolgancha 5 kunlar qoldi deyik, o'shangacha har kun dalaga chiqaring, undik aynalib, don-dun yeb kelsin, oldiga ham piyolachaga suv va don qo'yib qo'ying undikni oldiga. Mana bunday jo'jalarni birinchi qaytasi ochgandan keyin tuxumlar bilan, har xil donlar bilan boqasiz issiqqina joyda. Kuzga borib mana bunday tovuqlaringiz ko'payadi va mana bunday tug'ishga joy talashib yotadi. Qishi bilan tuxumingiz biyman.